Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va talabalar. Sizlar bilan Central Asia Medical University patologiya asoslari va sud tibbiyoti kafedrasi assistenti Rahmonov Shahzod bo'ladi. Imkon qadar bugundan boshlab sizlar bilan patofiziologiya faniga kirish, fanni maqsad vazifalari to'g'risi haqida to'liq gaplashamiz va imkon qadar sizlarni dars davomida tushuntirib boramiz. Xo'p, bugungi birinchi mavzumiz sizlar bilan birinchi mavzumiz patologik fiziologiya faniga kirish va umumiy etiologiya va umumiy sanagenez va umumiy nozologiya. Xo'p. Undan oldin qisqacha fanni tarixi haqida to'xtalamiz. Bu fanni birinchi marta mustaqil fan sifatida fanga olib kirgan olimimiz bu Pashutin ismli olim bo'ladi va undan so'ng 1924-yilda Xalatov bilan Bogomolets ismli olimlarimiz bu fanni mustaqil fan sifatida ajratib chiqarib, patofiziologiya fanini nom berilgan va buni fanga olib kirgan. Endi barcha o'quv dasturlari bo'yicha patologiya haqida gap ketganda ikki xil holatda ko'rib chiqamiz. Ya'ni umumiy patologiyani biz ikki xil holatda, ya'ni patologik fiziologiya va patologik anatomiya bo'limlarga bo'lib o'rganamiz. Endi bugundan boshlaymiz patologik fiziologiya faniga kirish, ya'ni fanni maqsad vazifalari. Xo'p, patologiya fanini kirish qismida har bitta normal holatlarda, ya'ni normal fiziologiyada ko'rib o'tgansizlar, ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Ya'ni qaysilar? Ya'ni birinchi qism, ya'ni umumiy qism va ikkinchisi xususiy qismlarga bo'lib o'rganiladi. Endi umumiy qismlarni ma'lumot katta bo'lganligi uchun imkon qadar qisqartirish maqsadida buni ham biz turli xil bo'limlarga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchi qism, ya'ni umumiy nozologiya. Xo'p, bu haqida gaplashadigan bo'lsak, umumiy nozologiya nima? Umumiy nozologiya nazos kasallik, logos ta'limot degan ma'noni bildiradi. Ya'ni kasallik haqida dastlabki ma'lumotlarni bizga yetkazib beradi. Endi ikkinchi bo'lim, ya'ni umumiy etiologiya bo'limi. Endi umumiy etiologiya bo'limi har bitta kasallikni sabab va sharoitini bizga tushuntirib beradi. Ya'ni mana oddiy misol uchun kasallikni oladigan bo'lsak, u kasallikni keltirib chiqaruvchi bitta sabab bo'ladi va uni kasallikni yuzaga keltiruvchi sharoitlar bo'ladi. Oddiy mana misol uchun gripp kasalligini oladigan bo'lsak, bu gripp kasalligini keltirib chiqaruvchi sabab bu gripp virusi hisoblanadi. Uni rivojlantirishga sharoit yaratib berish bu siz misol uchun sovuq suv iste'mol qilishingiz, sovuqda yurishingiz, shunga o'xshash bir qancha bir faktorlar, omillar sizni shu kasallikni rivojlantirish uchun ma'lum bir turtki beradi. Xo'p, ikkinchi qism shu. Endi uchinchi qismga keladigan bo'lsak, umumiy patogenez o'rganamiz. Ya'ni endi umumiy patogenez qismida har bitta kasallikni organizmda qanday bir mexanizmda ketishini to'liq bizga ochib beradi. Endi to'rtinchi qismimiz umumiy sanagenez qismi. Xo'p, umumiy sanagenez kasallikni tuzalishga qaratilgan jarayonlar yig'indisini bizga to'liq tushuntirib beradi. Xo'p, umumiy qismda shularni har bittasini ko'rib chiqamiz. Endi xususiy qismda yana nimalarni gaplashamiz? Har bitta xususiy qismda har bitta organ va sistemani o'zida uchrovchi kasalliklar. Mana misol uchun birinchi navbatda
oladigan bo'lsak, nafas olish sistemasi. Endi nafas olish sistemasini gaplashganimizda siz bilan biz nafas olish sistemasidagi kasalliklar, mana misol uchun bronxit bo'lishi mumkin, astma bo'lishi mumkin, pnevmoniya bo'lishi mumkin. Shularni barchasi nafas olish sistemasida. Endi ikkinchi sistemani olishimiz mumkin, ovqat hazm qilish. Endi bo'lishi mumkin ovqat hazm qilish sistemasida siz bilan biz o'zi hammaga mashhur bo'lgan gastrit, oshqozon yara kasalligi bo'lishi mumkin. Keyin qizil o'ngach kasalliklari, og'iz bo'shlig'i kasalliklari, shularga o'xshash bir qancha kasalliklarni aynan shu ovqat hazm qilish kasalliklari sistemasida o'rganamiz. Yana bo'lishi mumkin uchinchisi nerv sistemasi. Endi nerv sistemasi hammaga ma'lum. Nerv sistemasiga misol uchun bosh miyadagi kasalliklar, misol uchun nevroz bo'lishi mumkin, stress bo'lishi mumkin, ensefalit, meningit, shunga o'xshash bir qancha kasalliklarda biz siz bilan aynan xususiy patofiziologiyaning xususiy qismini nerv sistemasida butkul to'liq gaplashib chiqamiz. Endi qisqacha hozir klassifikatsiyamiz shu. Endi siz bilan biz birinchisini boshlaymiz, ya'ni umumiy nozologiya qismini boshlaymiz. Umumiy patofiziologiya bo'limlaridan, ya'ni birinchisi umumiy nozologiya. Xo'p, umumiy nozologiyani men boshda qisqa qilib aytib o'tdim. Umumiy nazos kasallik, logos ta'limot. Ya'ni kasallik haqida bizga tushuncha, ta'riflar yoki kasallik haqida to'liq bir ma'lumot beradi, boshlang'ich ma'lumotlarni. Endi umumiy nozologiya haqida gap ketganda siz bilan biz muhim bo'lgan bir 6 ta tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Bu birinchisini ko'rib chiqamiz siz bilan, bu sog'liq. Sog'liq bu qanday tushuncha? Mana misol uchun bizda har xil soha vakillari bor. Mana misol uchun meditsinani oladigan bo'lsak, endokrinologlar bunga qanday ta'rif beradi? Endokrinologlar aytadiki, sog'liqni bu organizmdagi umumiy endokrin sistemasidagi bezlardan ajralib chiqadigan gormonlar normal miqdorda bo'lsa, bu sog'liq deydi. Lekin biologlar aytadi, misol uchun sog'liq bu organizmimizda moddalar almashinuvi bir me'yorda kechib turadigan bo'lsa, biz buni sog'liq deb aytamiz deydi. Endi shu barcha soha vakillarining ta'riflarini umumlashtirilgan holatida bizda endi bitta ta'rif bo'ladi. Ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sog'liqqa shunday ta'rif bergan. Ya'ni inson yoki organizm kasalliksiz, birinchi navbatda kasalliksiz, ikkinchi fiziologik defekt bo'lmagan holatda bizni o'sha bitta butun boshli bir organizmni jismonan, ijtimoiy, psixik to'laqonligi. Endi bu yerda tushunchalarga alohida e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni birinchi aytayapti siz bilan bizga kasallik bo'lmasligi kerak deyapti. Ya'ni kasallik bo'lmasligi kerak deyapti. Ikkinchi holatda fiziologik defekt bo'lmasligi kerak. Fiziologik defekt bo'lmasligi kerak deyapti. Endi uchinchi holatda jismoniy holati yaxshi bo'lishi kerak demoqchi. To'rtinchi holatda aytayaptiki, psixikasi va bechinchisini aytayapti, ijtimoiy holati. Ijtimoiy holat. Endi bular haqida qisqacha har bittasiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni birinchi kasallik. Endi inson normal yashash uchun, bir me'yorda hayot faoliyatini davom ettirish uchun albatta hech qanaqa bir kasalliksiz bo'lishi kerak va shunda u sog'lom bo'ladi demoqchi. Ikkinchisi fiziologik defekt deyapti. Fiziologik defekt haqida gap ketganda, misol uchun organizmimizdagi birorta fiziologik jarayonlar, mana misol uchun moddalar almashinuvi yoki nafas olish sistemamizda yoki yurak urishimizda hech qanaqa bir defekt bo'lmagan holatda normal ishlashi. Uchinchi holatda jismoniy holat. Mana jismoniy holat deganda organizm normal hayot faoliyatini bajara olishi. Misol uchun qanot surishga keladigan bo'lsa, bo'yi 1.70 bo'lishi, bo'yi 1.70 ga ba'zan 70-72 kg, 75 kg atrofida bo'lishlari umumiy jismoniy holati normalligini bildiradi. Endi psixikasi bo'ladigan bo'lsa, so'zlashish yoki boshqa qobiliyatlari ham normada bo'lishi kerak demoqchi. Endi shular barcha beshalasi birgalikda bizga sog'liq tushunchasini to'liq ochib beradi. Endi ikkinchi tushunchamiz bu norma. Normaga e'tibor beramiz. Norma o'zi bu nima? Norma bu organizmni ayni muhit sharoit uchun normal, aktivant, normal holati desak bo'laveradi. Ya'ni o'zini komfort sezishi. Mana misol uchun bitta insonda tajriba qilib o'tkazadigan bo'lsak, yoz fasli deb olamiz. Misol uchun yoz fasli iyul oylarida va xona haroratiga bitta o'sha insonni tekshirib ko'ramiz va tashqi muhitga. Xona haroratimiz o'rtacha shu 25-30 gradus bo'lsa, o'sha insonimiz
o'zida moddalar almashinuvi yaxshi kechadi, o'zini qulay his qiladi, ya'ni komfort sezadi. Endi mana misol uchun tashqi muhitga olib chiqib qo'yadigan bo'lsak, bu insonimiz o'sha yoz faslida harorat 50-45 gradus bo'lganda organizmimizda moddalar almashinuvi tezlashib ketishi, ko'p terlash, termoregulyatsiyani oshib ketishi, shunga o'xshash holatlar kelib chiqqani uchun o'zini nokomfort sezadi. Endi norma deganda yana ko'plab bir ma'lumotlarni aytib o'tsak bo'ladi. Mana misol uchun norma deganda misol uchun siz bilan bizda arterial bosimimizni o'rtacha o'rta yoshlilar uchun 120 ga 80 bo'lishi yoki yurakni 1 minutda 70-75 marta urishi, qisqarishi va misol uchun nafas soniga keladigan bo'lsak, nafas olishimiz 1 minutda o'rtacha 16-20 martagacha nafas olishimiz norma bo'ladi. Endi ba'zida shunday tushuncha bo'ladi, har xil tushunchalar bo'lib qoladi. Norma bilan sog'liq bir xil narsami? Yo'q, bu bir xil narsa emas. Sababi bir o'xshash tushuncha, lekin bu bir xil tushuncha bo'lmaydi. Sababi nimaga? Insonda bir qancha normal holatlar bo'lib, bitta nonormal holatga chiqishi, mana misol uchun bu sog'lom deb aytolmaymiz. Mana misol uchun bizda bitta insonni oladigan bo'lsak, bu insonimizda mana misol uchun bo'lishi mumkin arterial bosimi 120 ga 80 deb olaylik. Nafaslar soni endi u bo'lishi mumkin 40 ta 50 ta olyapti 1 minutda. Endi misol uchun 3-holatni ko'rishimiz mumkin. Yuragimiz o'sha normada ishlayapti deb olsak, mana misol uchun endi yurak nafas olish soni oshgandan keyin yuragimizda ma'lum miqdorda tezlashadi, lekin shunday normada bo'lyapti, misol uchun 70-80 ta deb olsak, misol uchun bizda bitta normal holatda emasligi bizda sog'liq tushunchasiga to'liq javob bera olmaydi. Sog'lom deb ayta olmaymiz bu insonni. Shartlarga e'tibor beramiz. Endi 3-tushunchani gaplashadigan bo'lsak, bizda 3-tushunchamiz bu kasallik. Kasallikni olamiz. Endi bu kasallik qanday jarayon? Kasallik mana biz dastlab sizni sog'liq haqida gaplashdik. Mana shu 5 ta holatdan bittasida buzilish bo'lsa ham bu kasallikka kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Endi biz siz bilan shu 3 ta tushunchani gaplashdik. Endi siz bilan davom etamiz. Xo'p, endi keyingi ko'riladigan tushunchamiz bu 4-tinchisi bo'ladi. Bu patologik reaksiyalar. Patologik reaksiya o'zi nima? Patologik reaksiya inson organizmga yoki uni bir organlar sistemasiga tashqi ta'sir berilganda, shu ta'sirga javoban noodatiy, biologik maqsadsiz javob berishi. Buni tushuntiraman. Siz avval patologik reaksiya, ya'ni patologik reaksiyadan oldin siz ko'rishingiz mumkin normal reaksiyalarni. Biz sizni 8-sinf darsliklarda ham sizlar ko'rgansizlar, ya'ni tizza refleksi, misol uchun yoki biror normal odamda ko'z qorachig'ini qorong'ida kengayib, yorug'likda torayishi. Misol uchun normal holatni ko'radigan bo'lsak, yoz faslida terlar, tana regulyatsiyamizni, termoregulyatsiyani bir me'yorda ushlab turishlar. Bularning barchasi normal reaksiyalar hisoblanadi. Endi patologik reaksiya nima? Mana misol uchun o'sha ko'z qorachig'ini ba'zi insonlarimizda qorong'i muhitda torayib, yorug'likda kengayishi. Yoki ham bo'lishi mumkin, ba'zi o'sha insonlarimizni yoz faslida terlamasdan qish faslida ko'p terlashlar bo'lishi mumkin. Yana misol uchun bitta misolni olishimiz mumkin. Qisqa vaqt davomida mana misol uchun turli xil psixik so'zlar orqali o'sha insonimizga ta'sir o'tkazish o'rnidan ma'lum vaqt davomida qon bosimini ko'tarilishi va ma'lum vaqtdan keyin qayta tushishi ham bu patologik reaksiyaga misol bo'ladi. Va bularga eng yaqqol misoli bu sizlar ko'rib chiqqansizlar normal fiziologiya darslarda Babinskiy refleksini ko'rgansizlar. Ya'ni chaqaloqlar, yosh bolalarda oyog'ning pastki qismiga chiziq o'tkazganimizda maxsus qurilma yordamida agar barmoq falangalari orqa tomonga chiziq o'tkazgan, orqa tomonga tortiladigan bo'lsa, bu Babinskiy refleksi musbat degan ma'noni bildiradi. Ya'ni misol uchun bolamizda nevrologiyaga qandaydir muammo bor. Agar chiziq o'tkazganingizda bitta hech qanaqa bir o'zgarish bo'lmasa yoki old tomonga tortilib, falangalar old tomonga tortiladigan bo'lsa, bu normal holat deb tushunishingiz mumkin. Shular barchasi patologik reaksiya bo'ladi. Misol uchun, hop, keyingi tushunchamiz 5-tushunchamizni ko'rib chiqamiz. 5-tushunchamiz bu endi patologik
jarayonlar. Patologik jarayonlar. Xo'p, patologik jarayonlar nima? Patologik jarayonlar bizga yoki butun boshli bir organizmga yoki organlar sistemasiga tashqi muhitni ta'siri natijasida, ya'ni qanday ta'sir? Patologik ta'sir natijasida shu patologik ta'sir natijasida organizmda shunga kurashishi desa ham bo'ladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, patologik faktor bilan organizmni himoya adaptiv moslashuv mexanizmlari o'rtasidagi kurashish degan jumlani ishlasak ham bo'laveradi. Endi 6-chi tushunchaga e'tibor beramiz. 6-chi tushunchamiz patologik holat. Holat yoki asorat desak bo'laveradi. Patologik holat va asorat. Endi asoratga bunga yaqqol misol ko'rishimiz mumkin. Kuyishdan keyingi qoladigan asoratlar, chandiqlar. Bularni umumiy ko'rishimiz mumkin. Endi dastlab patologik jarayon ketib, keyin o'zidan patologik holat, ya'ni asorat keltirib chiqaradi. Mana misol uchun o'sha kuyishda misolda aytib o'tayotgan bo'lsam, kuyish patologik jarayon deb oladigan bo'lsak, o'zidan keyin kuyish hammamiz bilamiz, o'zidan keyin asorat qoldiradi, bu chandiq hisoblanadi. Mana misol uchun kuyishdan keyin qolyapti chandiq. Xo'p, bo'lishi mumkin. Patologik jarayon doimo o'zidan asorat qoldiradimi? Yo'q, ba'zida bu jarayon patologik jarayon bo'ldi degani doimo o'zidan asorat qoldiradi degan narsa emas. Patologik jarayon o'zi bilan asorat qoldirmasligi mumkin. Endi sizlar bilan umumiy nozologiyani gaplashyapmiz. Endi bu gaplashib o'tdik sizlar bilan sog'liq tushunchasi, norma tushunchasi, kasallik tushunchasi, patologik jarayon, patologik reaksiya, patologik holat. Endi kasallik haqida tushunchaga ega bo'lib boryapmiz borgan sari. Endi siz bilan biz gaplashamiz. Kasallik haqida gap ketganda kasalliklarni klassifikatsiyasi haqida gaplashishimiz kerak. Ya'ni kasalliklar soni ko'p, shuning uchun bir ma'lum bir klassifikatsiyaga joylashimiz kerak. Ya'ni misol uchun birinchisi boshlaymiz. Kasalliklarni kelib chiqishiga ko'ra. Kelib chiqishiga ko'ra. Xo'p, kasalliklar kelib chiqishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Ko'rib chiqamiz buni. Birinchisi tug'ma kasalliklarimiz bor va ikkinchisi orttirilgan kasalliklar bor. Orttirilgan kasalliklarni ham o'z navbatida ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni bo'lishi mumkin bu infeksion va noinfeksion. Xo'p, bularni biladi hamma. Infeksion kasalliklar. Infeksion kasalliklarga misol uchun virusli gepatitlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. A, B, C, D barcha turini olishimiz mumkin. Yoki bakteriyalar qo'zg'atuvchi yoki ichak guruhi bakteriyalar qo'zg'atuvchi kasalliklar olishimiz mumkin. Endi noinfeksion bo'ladigan bo'lsa, hayot davomida orttirilgan kasalliklar. Misol uchun yurak yetishmovchiligi yoki miokard infarkti, arterioskleroz, shunga o'xshash bir qancha kasalliklarni noinfeksion kasalliklarga olishimiz mumkin. Endi ikkinchi klassifikatsiyasiga ko'ra, davolanishiga ko'ra, davolanish holatiga ko'ra. Davolanish holatiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Ya'ni terapevtik kasalliklar va ikkinchisi xirurgik kasalliklar. Endi terapevtik kasalliklar haqida gaplashganimizda hech qanaqa bir xirurgik aralashuvsiz davolangan kasalliklar bo'lishi mumkin. Mana misol uchun unga bo'lishi mumkin qandli diabetni misol qo'shishimiz mumkin. Qandli diabet. Bilasizlar, qandli diabet ko'plab holatlarda terapevtik davo chorasi ko'riladi. Endi xirurgik kasalliklar ko'rishimiz mumkin. Xirurgik kasalliklar aynan shu xirurgik ishlar aralashuvi bo'lmasagina uni davolab bo'lmaydi. Mana misol uchun bittasi o'tkir appenditsit. Xo'p, hech qachon o'tkir appenditsitni siz terapevtik davo chorasi yordamida davolab bera olmaysiz. Xo'p, yana endi 3-klassifikatsiyasiga keladigan bo'lsak, 3-klassifikatsiyasi yosh va jins holatda. Endi misol uchun buni klassifikatsiyani 3 ga bo'lamiz. Ya'ni birinchisi ko'ramiz yosh bolalar kasalliklari. Yosh bolalar kasalliklar olishimiz mumkin. Biz buni aytamiz siz bilan pediatrik kasalliklar. Pediatrik kasalliklar olishimiz mumkin. Xo'p, ikkinchisini ko'rishimiz mumkin. Bu ayollar kasalliklari.
Ayollar kasalliklari. Ayollar kasalliklariga misol qilishimiz umumiy nomini aytamiz sizdan biz ginekologik kasalliklar. Ginekologik kasalliklar. Ginekologik kasalliklar olamiz. Endi 3-tur kasalliklar qariyalar kasalligi deb ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz buni qariyalar kasalligi, qariyalar kasalligi deyiladi. Biz unisini aytamiz ilmiy nomda geriatrik kasalliklar deb ataymiz. Geriatrik kasalliklar. Xo'p, bu 3-klassifikatsiyamiz. Endi yana klassifikatsiyalarimiz bor, yana buni yozib o'tirmayman. Mana misol uchun a'zolarni joylashuvi bo'yicha misol uchun. Mana a'zolar joylashuvi bo'yicha misolda aytsam, misol uchun miyokard infarkt haqida gap ketganda, bizni yuragimizda bog'liq bo'lgan kasallik deb tushuniladi. Ya'ni a'zolarni joylashuvi bo'yicha yoki pnevmoniya haqida gap ketganda yuragimizdagi bo'lgan yuragimiz o'pkamizdagi chekkan kasallik haqida gaplashishimiz mumkin bo'ladi. Endi kasalliklarni klassifikatsiyalab chiqdik. Keyingi biz ko'rib chiqadigan narsamiz bu kasalliklarning bosqichlari bo'ladi. Bu kasalliklarning bosqichi haqida gap ketganda biz ikki xil kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni no infeksion hamda infeksion kasalliklar. Infeksion kasalliklarni. Xo'p. Bularda bosqichlarda bir qancha farq bo'ladi. Ko'rib chiqamiz sizdan birinchi infeksion kasalliklarning bosqichlarini. Xo'p. Birinchi bosqichi bo'ladi, ya'ni infeksiyani organizmga tushganda yuqtirib olganimizda bilasizlar, infeksiyalar organizmga tushishi turli xil bo'ladi. Endi shu organizmga tushganda birinchi holatda bu latent davrga o'tadi. Latent. Siz buni bilasiz, yashirin davr. Yashirin davr deb ataladi. Xo'p, yashirin davrdan keyin bu ikkinchi davr bosqichga o'tadi. Bu prodromal davri. Prodromal degan so'zni o'ziga to'xtaladigan bo'lsa, bu darakchi degan ma'noni bildiradi. Darakchi. Darakchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni kasallikning ilk belgilarini paydo qiladigan bosqichi bu. Xo'p, undan keyin boshlanadi 3-davri. Avj olish boshlanadi. Ya'ni kasallikning klinik belgilarini namoyon qilish boshlanadi organizmda. Endi 4-bosqichda oxiri tugallanish. Xo'p, tugallanish bosqichini hozir kasallikning sabab va oqibatlariga gaplashamiz. Xo'p, endi noinfeksion kasalliklarda qanday bo'ladi bu bosqichlar? Xo'p, birinchisida boshlanadi. Bu endi noinfeksion bo'lganligi uchun boshlanish kasallikning boshlanish qismi bo'ladi. Ikkinchisi avj olish bosqichiga o'tadi va uchinchisi oxirida tugallanish. Xo'p, infeksion, noinfeksion kasalliklarda aynan shu 3ta bosqichda va infeksion kasalliklarda 4ta bosqichda. Endi infeksion kasalliklar sizlarga aytib o'tdim. Virus infeksiyalar qo'zg'atganligi uchun albatta unda yashirin davr bo'lishi kerak. Xo'p, endi kasallikning sabab va oqibatlari haqida gaplashganimizda quyidagilarda bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Biz aytyapmiz, kasallikning sabab va oqibatlari. Sabab, oqibatlari. Xo'p, kasallikning sabab oqibatlari. Endi kasallik haqida nimaligiga tushunchaga ega bo'ldik. Kasalliklarni klassifikatsiyalab chiqdik. Kasalliklarni rivojlanish bosqichlarini ko'rdik. Endi oxirida shu kasallikni yo tuzalish kerak, yo jiddiy ahvolga olib kelish kerak degan ma'noda mana shu sabab va oqibatlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda kasallikni biz aniqladik, diagnoz qo'ydik, davo chorasini ko'rdik. Bu holatda birinchi holat bo'lishi mumkin, kasal tuzalishi mumkin. Xo'p, tuzalish bo'lishi mumkin. Tuzalishni o'zini ham bir ko'rib chiqishimiz mumkin. Ikki xil holatda kechadi bu. Ya'ni birinchi holati bo'lishi mumkin, to'liq tuzalish. To'liq tuzalish bo'lishi mumkin. Ikkinchi holati noto'liq. Tuzalish. Xo'p, endi shunday narsani misolda qilamiz. To'liq tuzalish bu nima? To'liq tuzalish o'sha bemorimizda ham obyektiv, ham subyektiv belgilar umuman qolmasligi kerak. Shundagina insonimiz, o'sha bemorimiz to'liq sog'ayadi. Noto'liq tuzalishda shu obyektiv hamda yoki subyektiv belgilardan bittasi qolishi kerak. Xo'p, ikkinchi holatimiz kasallik surunkali shaklga o'tishi.
surunkali shaklga o'tishi bo'lishi mumkin. Bu kasalliklarimiz, misol uchun bilasizlar, surunkali shaklga o'tishda remissiya holatiga ko'plab kasalliklar remissiya holatida uchraydi. Mana misol uchun ko'ramiz. Bitta kasallikda umumiy ketish doimiyligi deydigan bo'lsak, mana shu qismgacha bu kasallikni o'tkir davri deylik va bug'i surunkali davri. Surunkali davri bo'ladi. Endi nima bo'ladi? Bizda o'tkir davrida kasalligimizni belgilari namoyon bo'lib turib, birdaniga organizmda kasallik belgilari namoyon qilmay qoldi. Siz bilan biz aytamiz, shu kasallikning belgilari namoyon qilmay qolgan holatini siz bilan aytamiz, remissiya davri deymiz. Remissiya davri olishimiz mumkin. Endi bu keyin birdaniga ma'lum vaqt bemor davolovchi vrachlarimiz ruxsat berib olgandan keyin uyga borib, gandan keyin 1-2 kun o'tgandan keyin bu kasalligimizda undan da yuqori bir belgilar yuzaga kelishi mumkin. Biz siz bilan bu jarayonda aytamiz retsidiv holati, ya'ni kasallik belgilari rivojlangan holati deb aytishimiz mumkin. Hop, bu kasallikning surunkali shakliga o'tishi. Endi 3-holatni ko'rishimiz mumkin. 3-holat asorat. Endi albatta kasallikdan siz noto'g'ri davolashingiz yoki misol uchun o'zidan asorat qoldirishi mumkin. Mana misol uchun hammamiz boshimizdan o'tganmiz, COVID-19 infeksiyasi yuqqan davrda hozirgacha bemorlarimizda asoratlar qolib turibdi. Misol uchun ba'zi insonlarimizda artritlar yuzaga kelyapti. Ba'zi insonlarimizda hozirgacha xotirani pasayishlari va ba'zilarimizda nafas ta'mni yaxshi sezmasligimiz, hidni yaxshi sezmasligimiz o'zidan asorat qoldiryapti. Endi oxirgi holatga ko'radigan bo'lsak, 4-holatda o'lim bo'ladi oxiri. Kasallikni siz tuzatishingiz mumkin yoki surunkali shaklga o'tkazib yuborishingiz mumkin, yo o'zidan asorat qoldirishingiz mumkin yoki oxiri o'limga o'tib ketishi mumkin. O'limni hamma biladi. O'lim tabiiy o'lim bo'ladi va patologik o'lim bo'ladi. Patologik o'limda ham turlari ko'p. Buni keyingi dars mavzularimizda ko'rib chiqamiz. Endi sizlar bilan umumiy etiologiyani gaplashamiz. Umumiy etiologiyani boshida aytib o'tdik. Ya'ni umumiy etiologiya kasallikning rivojlanishi va kelib chiqishdagi sabab va sharoitlarni o'rganuvchi patofiziologik bitta bo'limi hisoblanadi. Xo'p, etiologiya omillar haqida gaplashganimizda, u omillarni biz 2 qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchisi etiologik omillar. Omillarni biz 2 qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchisi eksogen va endogen. Eksogen hamda endogen omillarga bo'lamiz. Xo'p, eksogen omillarni ham bir qancha guruhlarga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni bunda birinchisini ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchisi fizik. Ya'ni fizik omil. Xo'p, bunga nimalar kiradi? Fizik etiologik omilga misol uchun har xil travmalar yoki misol uchun radiatsiyalar, undan tashqari yuqori tovushlar, shunga o'xshash bir qancha omillarni olishingiz mumkin. Bular albatta kasallik keltirib chiqaradi. Bular tashqi muhitdan kelganligi uchun. Xo'p, ikkinchisini ko'rib chiqishimiz mumkin kimyoviy. Xo'p, kimyoviy etiologik omillarga hammamizga ma'lum kimyoviy moddalar. Mana misol uchun kislotani olishingiz mumkin yoki ishqorni olishingiz mumkin va yana bir qancha organik birikmalarni olishingiz mumkin. Xo'p, uchinchisi biologik. Biologikka endi ko'rishimiz mumkin. Biologik omillarga turli xil viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar, riketsiyalar, stafilokoklar, streptokoklar. Bularning barchasi tashqi bo'lib turib organizmda kasallik keltirib chiqaryapti. Xo'p, endi 4-chisini olishimiz mumkin. 4-chisi bu psixika. Xo'p, bu nima degani? Psixika umumiy qilib aytganda so'z demoqchi. So'z. Ya'ni misol uchun shunday holatki insonga biz so'z orqali turli xil bir kasalliklar keltirib chiqarishimiz mumkin. Qattiq so'z orqali albatta yoki misol uchun o'sha qattiq so'z orqali shu insonimizni ma'lum bir stressga tushirib qo'yishimiz, yana shunga o'xshash bir qancha holatlarga tushirib qo'yishimiz mumkin. Shu albatta bu so'z orqali bo'ladi. Hop, 4-chisi bu ijtimoiy holat. Ya'ni bu yerda hozir ijtimoiy holat haqida gap ketganda bu hozirgi paytda rivojlanish kasalliklar. Mana misol uchun
ko'rishingiz mumkin, yarim tayyor mahsulotlar hozirgi paytda ko'rib turibsizlar, ko'p chiqyapti. Va misol uchun hozir siz ko'rib turayotgan misol uchun dudlangan go'sht, misol uchun yoki kolbasa, sosiska yoki yarim tayyor bo'ladigan ovqatlardan rolti yoki shunga o'xshash narsalarni biz qancha ko'p iste'mol qilsak, biz organizmimizda kasallikka shuncha ko'p moyil bo'lib qoladi. Shular barchasi ijtimoiy holatga olishingiz mumkin. Xo'p, endaginga nimalar kiradi? Endaginga birinchi navbatda kirishi mumkin. Birinchisi irsiyat. Irsiyat haqida gap ketganda, bilasizlar, gen yoki xromosomalar ko'rishingiz mumkin. Irsiyatga aynan shu gen xromosomani buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Mana misol uchun gen kasalliklariga albinizmni olishingiz mumkin. Yoki misol uchun xromosoma kasalliklariga Down yoki misol uchun Sheskis-Terner yoki misol uchun X-trisomiya kabi kasalliklar olishlari mumkin. Ikkinchisi konstitutsiya. Ya'ni inson konstitutsiyasi. Bunda inson konstitutsiyasi o'zi katta alohida bir tema, lekin qisqa qilib aytib o'tganda turli xil nazariyalar bor, teoriyalar bor. Bunda odamni tana tuzishiga ko'ra qaysi kasallikka moyil yoki moyil emasligini ko'rib chiqadi. Mana misol uchun bittasini oladigan bo'lsak, giperstenik, ikkinchisi gipostenik, uchinchisi normalstenik. Xo'p, gipersteniklar qanday insonlar? Gipersteniklar asosan bular bo'yi pastroq va yo'g'on insonlar. Bular asosan kasalliklarga moyil bo'ladi, oshqozon ichak kasalliklariga moyilroq bo'ladi. Endi gipostenik insonlarimiz asosan bo'yi uzun, novcha va ozg'in insonlarni olishingiz mumkin. Yo'q, uzr, teskarisini almashtirib qo'yibmiz. Giperstenik insonlarimiz bu yerda asosan aterosklerozga moyil bo'ladi. Va gipostenik insonlarimiz ingichka yo'g'on bo'ladi. Bular oshqozon ichak kasalliklariga moyilroq bo'ladi. Endi normalsteniklar va normal insonlar. Shular barchasi inson konstitutsiyasini o'rganadi. Undan keyin ko'rib chiqishingiz mumkin yosh masalasida. Endi yosh masalasida ko'rib turibsizlar, albatta qariyalar uchun va yoshlar uchun xos bo'lgan xususiyatlariga e'tibor beriladi. Undan keyin davom ettirishlari mumkin jins. Jinsda o'sha sizdan boshida gaplashib o'tganimiz yosh bolalar kasalliklari, qariyalar kasalliklari, ayollar kasalliklari bo'lishi mumkin. Xo'p, mana shu umumiy tashqi va ichki omillar. Endi bu omillarni organizmga tushib kasallik keltirib chiqarish uchun bir qancha xususiyatlarga ega bo'lish kerak. Birinchisi, bu omil hayotda bo'lishi kerak-da, endi hayotda bo'lishi kerak. Ikkinchi holat, ya'ni ikkinchisi xususiyati bu omil organizm bilan to'qnash kelishi kerak. Organizm bilan to'qnash kelishi kerak, to'qnash. Ya'ni organizmga ko'p uchrashishi kerak. Va uchinchisi maxsus bo'lishi kerak. Endi tushuntiraman. Organizm bu omil hayotda bo'lishi kerak deganda, ya'ni obyektiv bo'lishi kerak demoqchi. Ya'ni misol uchun siz uni ko'zingizdan ko'rmasligingiz mumkin, qo'lini ushlamasligingiz mumkin, lekin bu hayotda bo'lishi kerak. Mana misol uchun radiatsiya yoki yuqori tovushni misol uchun ko'rib turibsizki, siz uni ko'ra olmaysiz yoki ushlay olmaysiz, lekin sizga u quloqlaringizga orqali ta'sirni qabul qilyapsiz. Yuqori tovush siz qulog'ingizni nog'ora pardasi, ya'ni eshituv tizimi apparatlaringizga bir qancha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ya shu orqali kasallik keltirib chiqarishi mumkin. Endi bu omil organizmga to'qnash kelishi deganda albatta shu berilayotgan omil sizni ko'rish kerak. Mana misol uchun shu tovush berilyapti, tovushni siz eshitishingiz kerak. Eshitib, yuqori chastotada eshitadigan bo'lsangiz, keyin sizga u kasallik keltirib chiqarish kerak. Va uchinchisi maxsus bo'lishi kerak. Bu maxsuslik qo'shimchasi buni biologikka olsak bo'ladi. Ya'ni har bitta kasallikni keltirib chiqaruvchi virus yoki bakteriya maxsus bo'lishi kerak demoqchi. Xo'p, hozir qisqacha birinchi mavzumiz haqida ma'lumotlar shular. Qo'shimcha ma'lumotlarni yana ko'rishlaring mumkin. Kam kursini keyingi darslarda to'ldirib boramiz.